Assalomu alaykum. Tayyormisiz? Sentyabr oyining eng zo'r chegirmasi yaqinlashmoqda. Texnikalarimizda 50% gacha chegirma e'lon qilindi. iPhone telefonimizda esa 40% gacha chegirma e'lon qilindi. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, sizlar uchun bu imkoniyat faqat 3 kun, 26, 27, 28 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Ha, ko'rib qoldingiz, ha? 32 lik smart televizorimiz esa 50% chegirma bilan 69500 so'm. Ideyada. Do'stlar, esingizda xita aylangan Samsung A16 telefonimiz esa 50% chegirma bilan 129500 so'm. iPhone 13 telefonimiz esa 40% chegirma bilan 419400 so'm. Ideyada. Do'stlar, 211 litrlik Laretto xolodilnikimiz esa 50% chegirma bilan 169000 so'm. Kelaverasizlar. Ana endi uyda vag'irda bo'lmaydi, barraq keling. Shivaki zamonaviy gaz plitasi 50% chegirma bilan 139500 so'm bo'ladi ekan. Yengalarimizga ketaveradi. Sezon oxirlab qoldi. Bizlarga bir podarka yo'qmi desangiz, podarkani zo'r va Samsung 9 lik konditsionerimiz 50% chegirma bilan 174500 so'm. Yo'q, menga 12 lik konditsioner kerak desangiz, Arctic konditsionerimiz 50% chegirma bilan 199000 so'm. Kelaverasizlar. Kir yuvish mashinasining eng zo'ri Toshiba 8 kilolik VAM 50% chegirma bilan 279500 so'm. Ideyada kelib olib ketaverasizlar. Ey! Go'rincha mikronovkamiz esa bu xorazmchasini esa go'rinchadan mana bildiradi. 50% chegirma bilan 39500 so'm. Kelib olib ketaverasiz. Shuni tutasdan do'riga borib turib qo'yib qo'yaverasiz. Buni ostan aytmasam bo'lmaydi. Kuchli midiya changyutgichi esa 50% chegirma bilan 66000 so'm. Qattiqroq aytsam hamma eshitadidan qolmaydi tovarimiz. Shuning uchun hech kim aytmang, kelaveringlar. Ideyani zo'r yerni aytib o'tchakman. Ideyani barcha O'zbekistondagi filiallarida texnikalarimizda hammasini 50% gacha chegirma e'lon qildik. Ideyani zo'r yerni aytib o'tchakman. Boshlang'ich to'lov yo'q, qog'ozbozlik yo'q, kafil kerakmaydi. To'g'ri pasportni olib turib ideyami deb kirib kelaverasizlar. Sizni ideyani O'zbekistondagi barcha filiallarida kutamiz. Sababi 26, 27, 28 sentyabr kunlari soat 9 da bizning ideya do'konlarimiz ochiladi. Eng oxirgi mijoz uchun xizmat qilamiz. Demak, do'stlar, adresimizni aytib o'tamiz. Urganch shahridagi adresimiz, chap tarafimiz Evis, o'ng tarafimiz Darital supermarketi. To'rtko'l tumanidagi adresimiz esa bozorning oldinda. Berun tumanidagi adresimiz gipermarketning oldinda. Barchangizni kutamiz. Ideya sizlar uchun harakatda. Foydalanib qolinglar. Foydalanib.